Assalomu alaykum do'stlar. Demak, biz boshladik. Bu galdagi videoroligimizda sizlar bilan qo'l suyaklari, aynan qo'l suyaklarini ham erkin suyaklari bilan tanishib chiqamiz. Qo'l suyaklari umumiy nom bilan ossa membri superioris deb ataladi. Ossa membri superiorisni ham o'z navbatida o'rganishda ikki qismga bo'lib o'rganamiz. Bular qo'lning kamari hamda qo'lning erkin suyaklari deb ataladi. Qo'lning kamar suyaklariga umro suyagi hamda kurak suyagi kiradi. Umumiy nom bilan ossa membri superioris singuli deb ataladi. Erkin suyaklar bo'lsa ossa membri superioris liberi deb ataladi. Unga yelka, bilak tirsak hamda qo'lning panja suyaklari misol bo'la oladi. Biz aynan bu galdagi videoroligimizda umro suyagini o'rganamiz. Qani ketdik. Umro suyagi. Umro suyagi lotinchada clavicula deb ataladi va qo'lni tanaga birlashtirish hamda yelka bo'g'imini tanadan uzoqlashtirish vazifasini bajaradi. Bu nima degani? Agardaki umrov suyagi sinadigan bo'lsa qaysidir qismdan qo'limiz tanamizga yaqinlashib qoladi. Bundan xulosa qilish mumkinki, umrov suyagi tanamizning qad-qomatini, shakl-shamoyilini belgilashda plastikligida juda ham katta ahamiyatga ega ekan. Yelkalarimizni ikki yonimizda chiroyli bo'lib turishida umrov suyagi juda ham katta ahamiyatga ega ekan. Umrov suyagini anatomik jihatlarini o'rganishdan boshlaymiz. Umrov suyagi clavicula o'z navbatida 3 qismga bo'lib o'rganiladi. Ikkita tugashlilik va ularning o'rtasidagi tana. Extremitas sternalis, extremitas acromialis hamda corpus clavicula degan qismlardan iborat. Extremitas sternalis qismi orqali sternumga birikadi. Extremitas acromialis orqali kurak suyagining akromion o'simtasiga birikadi. Ya'ni mana shu bo'g'imlar qo'limizni tanaga birlashtirib turadi. Endi har bir qismga to'xtalib o'tamiz. Yana bizda savol tug'ilishi mumkin, qanday qilib extremitas sternalisni extremitas acromialisdan yoki aksincha extremitas acromialisni extremitas sternalisdan ajrata olamiz degan savol tug'ilsa, unga javob quyidagicha. Extremitas sternalis qismi to'mtoqroq shaklda bo'ladi. Extremitas acromialis bo'lsa, yapaloqroq va yupqaroq shaklda ekan. Extremitas sternalisda nimalar bor? Extremitas sternalisda sternum bilan bo'g'im hosil qilish uchun bo'g'im yuzasi mavjud. Demak, bu bo'g'im yuzasini fascies articularis sternalis deb ataymiz. Va yana mana bu yerda ko'rib turganinglardek botiqlik mavjud ekan va biz bu botiqlikni impressio ligamenta costa clavicularis deb ataymiz. Ligamentum costa clavicularisning botig'i. Ligamentum costa clavicularis qayerdan kelgan? Ligamentum costa clavicularis costa primadan claviculaga tortilgan boylam. Bu umrov suyagini mana bu bo'g'imga mahkamlab turadi. Ya'ni articulatio sternoclavicularis bo'g'imini o'zaro mahkamlab turishda ishtirok etar ekan. Bundan tashqari ko'krak qafasini yuqoriga ko'tarilishi va tushishi, ya'ni nafas artida umrov suyagini ishtirok etishini ifodalaydi mana shu boylam. Sababi ko'krak qafasi bilan bevosita bog'langan ekan umrov suyagi. Demak, biz birlashtiramiz extremitas sternalisda fascies articularis sternalis hamda impressio ligamenta costa clavicularisni ko'rdik. Endi navbatdagi tugashlilik mana shu qismni o'z ichiga oladi. Mana ko'rib turganinglardek lazerda ko'rsatilayotgan qism. Bunda akromion bilan bo'g'im hosil qilish uchun akromion bo'g'im yuzasi, fascies articularis acromialis degan bo'g'im yuzasi mavjud hamda mana bu yerdagi chiqiqlik tuberculum canoideum deb ataladi, konussimon chiqiqlik. Va mana bu yerda liniya bor, ko'rib turganinglardek, va bu liniyani biz liniya trapezoidea deb ataymiz. Tuberculum canoideum hamda liniya trapezoidea birgalikda tuberositas coracoclavicularisni hosil qiladi. Tuberositas ligamenta coracoclavicularis qayerdan paydo bo'lgan? Demak,
Kurak suyagi va uning korokoid o'sig'i mana bu. Korokoid o'sig'idan klavikula tomonga boylamlar tortiladi va bu boylamlar umumiy nom bilan ligamento coracocclavicularis deb ataladi. Bu boylamlarimiz ikkita bo'ladi. Tuberculum canaideiumga tortiladigani ligamentum canaideium, linea trapezoideiumga tortiladigani ligamentum trapezoideium deb ataladi. Shuning uchun ham ikkita boylam birgalikda ligamentum coracocclavicularis deb ataladi. Shuning uchun ham mana bu yerdagi clavikuladagi bu g'adir-budirlik tuberositas ligamentum coracocclavicularis deb ataladi. Umumiy qilib birlashtiramiz. Extremitas acromialis va fasciis articularis acromialis, tuberculum canaideium, linea trapezoideium mavjud ekan. Linea trapezoideium hamda tuberculum canaideium birgalikda tuberositas ligamenta coracocclavicularis deb atalar ekan. Endi korpusiga to'xtalamiz. Korpusida ko'rib turganinglardek mana shu yerda sulcus bor, mana bu yerda. Bu sulcusni biz ataymiz. Hozir do'stlar mana bu yerda yozib qo'yilgan pastdan ko'rinishi bu klavikulani adashtirib yubormanglar, yuqorisidan buni qidirmanglar. Pastki qismida, korpusning pastki qismida bor ekan sulcus va bu sulcusni biz sulcus musculus subclavia deb ataymiz. Musculus subclavis uchun umrov osti muskuli uchun egat. Mana shular biz umrov suyagida gaplashishimiz mumkin bo'lgan qismlar edi. Bular qo'shimchasiga sizda tasavvur hosil qilish uchun. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.